Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana Sarakapyatkadan keyin kelyapmiz 7-tochkani ortishga. Lekin hozir menga navigator qo'rqityapti, грузовой запрещенlar bor deb. Mana boraylikcha. Shoshmang bratan. Ko'lda bo'yida, qasrda bo'yida. Mana keldik, varotadan kirib knopka vызовni bosdim. Yana yopib qo'ydi u. Qaysi firmaga edi? Shu Germaniyaga men dedim. Keyin bo'ldi gate 1 dedi. Birinchi varotaga haydang dedi. Panduska. Yana zvonok qilish kerak edi shekilli. Shlagbaumni ochdi-da va aslida mana shu yerga kelib to'xtab, keyin knopkani bosish kerak ekanda. Mana 7-tochkadan mana ikkita konteynerda ortda zapchaslari bilan, keyin ana ikkita palet, 5 ta paletga yo'qo desa mana shu 5 ta paleti. Germaniyaga xush kelibsiz. Stranani o'zgartirdik. Mana tushirib bo'ldik, endi ortamiz o'sha yerda o'zidan. Germaniyani ichiga olib boramiz 500 km. Mana manzaraga kirdik. Mana bunaqa pager berdi. Kuting, iltimos, подождите. Подождите, instruksiya следует deyapti. Instruksiya keladi, kutib turing deb. Yotmish parkovkasida man zavodini. Mana tushirib bo'ldik, remenlarni hammasini joyiga qo'ydik. Xullas kalon bir palet yetishmayapti deydi. Dokument bo'yicha bir palet ko'proq, sen bir palet kam olib kelgansan. Zapchast. Man zavodi shunday deydi. Ana ko'ringda, bu yog'i menejer soat 6 dan keyin javob bermay qo'ydi. Germaniyada 5, Litvada 6, dejurniga chiq, u ham birdan ishlamaydi, 1-2 soatdan keyin ishlaydi. Xullas kalon peresmenka bo'ldi man zavodda. U peresmenkadagilar podpisini so'ramadi, mana shuni dokumentni berdi. Men aytdim, taxografimda vaqtim tugayapti, tezlashtiringlar dedim. Birdan qo'l qo'yib berdi, pechatlab. Chiqib qaytdi, yana o'sha man zavodda boshqa filialda, yonidagi filialdan ertaga gruz ortib qaytib ketamiz yana. Mana bitta seksiyani egalladi, tari olib ketar ekanmiz, qolgani pustoy. Menejer aytayapti, pustoy joyda rasmga tushirgan deyapti. Demak, yana teramiz. Mana ortib chiqdik, o'sha soat 6 bo'lyapti. O'sha Germaniyada parkovka muammosi boshlandi. Bizda yana 3 soat, 4 soatlik vaqtimiz bor-ku. Yana bilmadim, endi soat 4 soatdan keyin parkovkalar qanday ahvolda bo'lib qoladi. Ketdik. Mana kechasi parkovkani to'la. Mana shunday to'xtadik. Oralar bemalol o'tib ketyapti. I call police! You know where I call police! Algo. Kecha mana biz parkovkaga to'xtadik o'sha Germaniyada. 2-3ta pranzonaga kirdim, joy yo'q ekan, keyin parkovkaga to'xtadim, vaqtimiz tugatgan edi. Parkovkada joy yo'q, chiqishda, ya'ni parkovkadan chiqishda shunday enliroq bo'ladi ko'cha. Abochina deganda 4 ta mashina tiqilib to'xtab, abochinaga o'ng tomonga tiqilib to'xtaganmiz. Bemalol foralar o'tib ketar ekan. Xolos, o'sha kechasi soat 1 da eshigim tepalayapti, qarasam bir nemis xuddi bir 41-yilda tushib qolganda ayn svay deganda baqiryapti. Negabarit ekan, chiqib ketishim kerak deyapti. Ha bemalol o'tasan, endiligi mana 4 metr, mana 5 metr deyapman.
ko'chani deyapman. Yo'q. Nega boryapman? Men chiqolmayman. Men o'sha nega boryapti 10 marta chiqib ketardim o'sha yerda bor-ku. Yana 1 metrdan ikki tomondan joy qoladi. Yo'q, tirab olgan. Kecha soat 1da pashol nima qilishini dedim, politsiya chaqirdi, politsiya keldi. Politsiyaga tushuntiribman, chiqib keta olasam, farqi yo'q, chiqib keta oladimi yo'qmi? Sen o'sha parkovkadan chiqishda turibsizlar. 4 talang ham ket bu yerdan deb. Qarochi 4 talamizni ham qo'yib yubordi. Undagina 9 talik pauzam sarvat bo'ldi. Keyin kecha soat 1da 1:30larda qo'yib yuborgan bo'lsa, 2:30larda 1 soat ichida yana shu Germaniyada trassada joy yo'q. Bu 49 da bo'layotgan anavi Frankfurtga yetmasdan promzonlarga kirib, ikkinchi o'sha promzonaga kirib, bir amallab mana shu yerda bir joy topib, qishloq joyda mana nashovat qildim. 9 talik qaytadan qildim endi. Mana abochanaga tiqilib to'xtaydi, 9 talik pauzani qaytadan qildik akalar. Nemis bu nemis deydi-ku. O'shaning uchun o'tib keta oladi, lekin shu tirab turib oldi, politsiyani ham chaqirdi. 4 talamiz ham aytamiz, o'tib keta olasan, davay yordam qilamiz deyamiz. Yo'q. Drive deb baqiradi. Xullas kalon hamayli. Ketdik endi. 9 taligimiz qaytadan qildik, endi yo'lga chiqamiz. Mana tushirish ortishga keldik. Hozir tushiramiz, birdan ortamiz. Mana JS Logistik degan. Keldik bu ham Germaniyada, endi Ispaniyaga gruz ortamiz. No endi nafik bu Germaniya. Ispaniyaga chizamiz. Oldin bir remontga kiramiz, keyin Ispaniya. Zeta korobkalardan ortib oldik. Mana keldik servisga. Texas motorga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana bu ishni oldik. Ko'p narsa remont qildik. Adbuliga zapchast yo'q ekan, zapchast ketyapti. Tak, mana bu ishni zapravka qildik. Ketdik endi dalsha. Mana keldik servisga. Bu yerda litovslar ekan. Mana qarang. Qarochi mana oldik. Shugina tachik men nima bo'lsa. Adbuluga. Hozir endi bu ishni soyaga qo'yib qo'ydim. Eshigini og'ziga chaydab bordim-da, men aytdim, kattaroq zapchast bo'lsa kerak edi. Kemaytdiga qizib ketardi. Shunga qo'ydim hozir 3 kilometr shu shaharda, no Turetskiy magazin bor ekan, Istanbul. Поверните направо. Затем поверните направо. Istanbul degan halol magazin, o'shandan produkt olib ketamiz. Tak, kulishni qayerga qo'ydim men endi? Ketdik. Mana olib keldim, o'sha datchik ekan, o'shani qo'ydik, hozir regeneratsiyaga qo'ydik. Qarochi mana Поставший время регенерации 53 minut. Почти 1 soat bo'larkan 57 minutdan boshlandi. 5 minutdan keyin video qilyapman. 1 soat baqirtirib turamiz mana shunaqa regeneratsiya. Mana akalar kecha chiqdik-da, bir stoyankada 1-2 soatcha yurib damda oldik. Ertalab soat 7 dan mana chiqdik yana yo'lga. Oldimizda 1700 kilometr Madridgacha. Bugun subota kuni 10-soatda ham olinglar deb iltimos qildi. 10-soatda ham olib haydaymiz subota kuni. Mayli, yo'limiz uzoq. Sababi yakshanba kuni va dushanba kuni dam olish bo'ladi. Chunki Fransiyada dushanba kuni zapret, nimadir bayrami bor qarochi. O'shaning uchun bozor kuni dushanba kuni dam olamiz, yana seshanba kuni ertalabdan ishga yo'lga chiqib ketamiz. Ketdik. Hammasi shotga, hech qanaqangi ошибка yo'q. Hammasi zo'r. Alhamdulillah. Sarakapyatkadagi ijodni boshladik endi. Ovqat qilamiz zavtrak. Mana yerda liftorovda ketibdi. Men na xvostах dumda o'tiribman. Tak. Sho'rvoni ostik aka bilan. Hozir boshlaymiz. Bitta qo'ydi sovardik-chi, yem oldi. Durmali yo'qolib ketibdi. Ha, eriganda, u qaynaganda. Ya bilmayman, men вообще katta qo'ldan so'ruvdim. Mana dumma moy bo'lib turibdi-ku. Ha, moy bo'lib ketdi. Madrid
Madridga ham bir 100 kilometr chiqib qoldi mana. Tog'ida eko qilamiz deb asta-asta chiqyapmiz mana. Даже hamma bosib chiqib ketyapti, biz eko qilyapmiz. Tak, Madridga xush kelibsiz. To'g'riga Madridga ketamiz hozir. 900 метров воспользуйтесь выездом 21 и продолжайте движение по трассе М50. Xo'p. Madridga qarshi to'g'ri kiramiz, yonida aylanib Biznoydan bu tomondan kiramiz. Tushiradigan joyga Pромзоnaga. Через 600 метров сверните на съезд направо. Xo'p. Keldik o'sha Eveka zavodga, tseplenasini olib keldik. Registratsiya qildik, ofisga tashladik. Telefonimizni olib qoldik, telefon qilamiz, chaqiramiz dedi. Xo'p dedik-da, yotibmiz mana endi Madridda. Foto, video mumkin emas, lekin Madriddamiz, Eveka zavodda. O'shanga kelib tushirdik va o'sha mana shu yerdan o'zidan ortib ketyapmiz. Обратно yana gruz ramasidan Evekani. Yonyapti hozir 32 ko'rsatyapti. Boya 35 edi, 32, ana shuni o'ynab turibdi. 37 ga ham boradi deyapti bugungi o'g'li. Mana bog'lab chiqyapmiz bir boshdan ramalarni. Mana akalar, o'sha Madriddan ham ortib olib, kecha chiqib o'sha zavodda o'zida damda olib, bugun ertalab soat 5 dan chiqdik Madriddan. Ketyapmiz asta-asta, sekin-sekin. Xudoga shukr qilib. Oldimizda Fransiya, Fransiyadan keyin Germaniya, Germaniyaga olib ketyapmiz. 1900 kilometr chiqdi. Ketyapmiz ustidan. Свой обгон запрещен. Mana bu tralam plastik. Şefer yapıp yaptı. Вообще она там что палит. Yengil. Obgon qilmayapti. Fransiyaga xush kelibsiz. Fransiyada ham ob-havo yaxshi. Yetti uryapti hozir. Soat 3 bo'ldi. 4larda вообще yonar deyapti. Mana akalar, soat kechasi 1da yana turib yo'lga chiqdik. Sababi kecha soat 5da ochgandim. Уже soat 4da to'xtashga to'g'ri keldi. Soat 4da to'xtadik. Yana soat 1da уже 1:30da уже yo'lga chiqdik. Mana soat 37da, mana 23 minutdan beri yuribmiz. Kechasiga tushib qoldik. Kunduzi issiqda uxlashni o'zi bo'lmaydi. Kechasi yurib qolyapmiz endi shuni. Cho'zib yursak bo'lar edi. Shuni soat 6larda uni to'xtab, keyin bir 11 soatlik qilib 5larda chiqib ketsak ham bo'ladi. Hozir Germaniyaga tushishga ketyapman. Yana oldimizda 1000 kilometrcha qoldi. 1039 qoldi. Bugun ham suhbat qilamiz, ertaga yana yuramiz. Xullas kalon, zavodda oldida maydagina parkovka bor. Darrov to'lib qoladi, o'shaning uchun ertaroq borib joy egallash, shu bilan shahda Sarakapyatkani 45 talik qilish zavodning parkovkasida. Dush, tualet ham manzarasi bor. Shuning uchun menejer 9 talik qilib yuramiz dedi. Men ham qaytarib shang'illamadim, chunki men o'zim ham ertaroq borib joy egallab qolish maqsad. Atak cho'zib yursak bo'lar edi. Soat 6gacha yurib, kirib, bir 11 soatda bo'lsangiz ham yana 5ta ochib, ana shunday qilib. Yo'q, endi Fransiyanikida o'sha 1000 ning hech bo'lmasa 700 larini mana shunday natsionalkadan yuramiz.
va konuslar bir ikkitasini ko'rdim. Biz tomonda ana yerda yotibdi. Kimdir bosib ketgan. Bu ham opasida, u plastik bo'lgani bilan sizda ham pastidagi plastik trubkalar bor. Ikkalasi to'qnashsa yaxshigina machalanadi. Amerikanisda yurganimda bir marta shunday bo'ldi, konusni bosib ketdim. Воздушный ikkita reseverda ikki tomondan o'rtasida ulangan plastik trubkani urib yuborganda vozdux yo'qolib qoladi. Mana akalar, kun uzoq dam oldik. Endi soat mana уже 10 bo'lyapti. Molotokka turibmiz, hozir yo'lga chiqamiz. Yana kechasi yo'lga chiqamiz. Bu safar ham yana servisga kiramiz. Servisda yaqinroq bir stoyankasiga boramiz. Где-то 400 kilometrcha qoldi. 3:11 deyapti. Endi где-то 4:11-5 ga servisga kirib boramiz. Unga yetmay bir stoyankaga kiramiz. Endi ertalab soat 5 larda joy topa olsak Germaniyada. Ketdik ana yo'lga kechga. Yezda deydi-ku. Mana keldik. 60 kilometrcha qoldi servisga. Stoyankaga to'xtadik. Soat ertalab 4. Shu bilan endi 45 daqiqa yerda qilamiz akalar. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik. Keyingi videoda uchrashguncha Allohga omonat sizlar.